Assalomu alaykum hammaga. Yangi video darsligimizga hamma xush kelibdi. Xudo xolasa kanalimda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bu darsligimizni juda ham ko'pchilik kutganda yangi darslik qachon chiqadi deb juda ko'pchilik iltimos qildi. Sizlarni iltimosinglar hech qachon yerda qolmaydi. Xudo xolasa men o'zim ham harakatdaman, faqatgina ozgina ishlarim ko'pligi uchun ulgurmayman. Men ham sizlarni faqat kuttirib yo bu yoq qilish bilan o'ramasman. Prosta ozgina vaqtim bo'lmaganligi uchun men ham sal dars chiqarishga ulgurmay qoldim. Xudo xolasa to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa bundan keyin yaxshi zo'r foydali darsliklar chiqishni boshlaydi. Xo'p, bugungi mavzuyimiz o'zi deyarli qisman ko'p foiz qisman ICT da ishlatiladi. Ya'ni ICT da ishlaydigan traderlar ishlatadigan bir instrumentlar desak ham bo'ladi, lekin SMC da bemalol ishlatsak bo'ladi. U ICT niki, bu SMC niki degan narsa yo'q. Uni hamma ishlatsa bo'ladi bemalol. Bugungi mavzuyimiz PDL, PDH, PVL, PVH, xullas PML, PMH, xullas shularning общисini hammasini xudo xolasa hozir sizlar bilan gaplashib ko'rib chiqamiz. Endi ko'radigan bo'lsak, hozir aytgan mavzularim bu nima? Общий hammasini ko'ra olamiz, qaranglar. PDH va PDL birinchi, ikkinchisi ikkinchi PVH va PVL, uchinchisi PMH va PML. Xo'p, bular o'zi nima? Bularning ma'nosi nima? Bular bizga nimaga kerak deydigan bo'lsanglar. Xo'p, bularni hozir hammasini o'rganamiz sizlar bilan bilmaydiganlar uchun. PDH ya'ni previous daily high, ya'ni o'zbekcha tarjimasi o'zidan oldingi kunni, ya'ni high. Tushunarli? Ya'ni previous daily high, previous daily low. Ko'ramiz. Inglizcha yaxshi bilmayman, lekin iloji boricha tarjima qilib berishga harakat qilaman. Sizlar videodan meni inglizcha bilishim bilmasligim umuman muhim emas. Sizlar o'rgansanglar bo'ldi-da. Men o'shaning uchun sizlarga shu bo'yicha harakatdaman. Ingliz tili bo'yicha emas-da, to'g'risi. Xo'p, ya'ni bu qanaqa? Endi Deber time frame o'tamiz. Mana qaranglar. Deber time frame ko'ramiz. Mana Deber time frame va agar backtest yoqadigan bo'lsak, shuni backtestdan ham bitta ko'rib olamiz. Mana допустим hozirgi shami hozir bozor ochildi. Mana Amatda yangi kun hosligi ochiladi. Bitta ko'rsatib beraman. Tak. Mana ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, o'zidan oldingi kunni high va low. Mana bir kunlik time frame hozirgi shamdan bitta oldingisini olamiz. Mana hozirgi shamdan bitta oldingi shamni high bu PDH bo'ladi, ya'ni previous daily high PDH ko'ramiz va o'zidan oldingi kunni low PDL bo'ladi. Mana ko'ramiz. PDL. Xo'p, bular klassik bir instrumentlar. PDL esa PDH ga qarab ishlaymiz, PDH esa PDL ga qarab. Lekin takka shundoq sirazi ham ishlay olmaymiz. Buni ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Mana qaranglar. Mana bu PDH bo'ladi. Liquidness turi bu ham PDH va bu PDL bizda mana minimum. Bu PDL bo'ladi. Endi qaranglar. Mana ko'rishingiz mumkin. PDH ya'ni liquidness, ya'ni o'zidan oldingi kunni hayni olgandan keyin bizga tasdiq berib, selga qarab tushib ketgan bozor. Buni shunday jonli guvohi bo'lib turishimiz mumkin. Biza mana qaranglar. O'z oldingi kunni hayni yechdi, to'g'rimi? Mana o'z oldingi kunni hayni kelib yechib berdi bu. Mana bozor kelib yechdi va kuzatadigan bo'lsak, bizda inversiya bo'lgan. Ya'ni FVG ni bilmaganlar uchun bundan oldingi darsda FVG lar o'rgatilgan, bemalol o'rganishingiz mumkin. Qaranglar, bizda inversiya bo'lgan. Ya'ni qanaqa? Buy uchun ishlagan FVG yoki da ishlamagan bo'lsa ham keyinchalik selda ishlab berish har doimgi instrumenti. Mana ko'rishingiz mumkin. IFVG ko'ramiz. Mana narx buydagi FVG ga bitta keldi va o'sha yerdan reaksiya olib, keyin bu yoqqa kuchi yetmadi. Sababi o'sha tepada PDH olingan va pastga tushib ketdi va pastga tushgandan keyin bitta obratni narx qaytib berdi. Endi qaytgandan sirazi ochib olish kerak emas, tasdiq qidirib. Bizga o'ta zo'r tasdiq. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hamma liquidnessni yechib ketgan mana. Ko'rasizlar, mana tavsiya ham bo'ladi mana.
hamma likvidность yechildi. Likvidность yechilgandan keyin biza farqi yo'q. Order block CSD umuman farqi yo'q. Osiylar bo'ladi. Mana order block. Bu ICT-dagi order block, SMC-dagi emas. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu order blockka narx keldi va narx kelganda mana shunaqa ko'rsam ham bo'ladi sizlarga kakras. Mana selda qidirishimizga sabab PDH yechildi, IFV ga hosil qildi va likvidность yechildi. Bo'ldi. Bundan ortiq yana bizga hech narsa kerak emas selga tasdiq olish uchun. Mana order block joyiga mana limit qo'yamiz. Допустим, mana shu stop lossimiz sal teparog'i, take profitimiz qayerda? Take profitimiz bizani PDL da, ya'ni o'zidan oldingi kunni minimumida mana. Ko'rasizlar? Endi mana qaranglar. Buni atributkasini ko'rishingiz mumkin. Limit aktiv bo'ldi, to'g'rimi? Mana. Limit aktiv bo'ldi va bizda bir qancha likvidностьlar mavjud. Bu ham yechish kerak bozor. Bu ham juda ham katta tasdiq bozor pastgacha tushishi haqida, mana likvidностьlar ham aytib turibdi pastga tushishi haqida. Mana rezultatini ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rasizlar. Endi ko'rishingiz mumkin. Bu PDL gacha tushguncha qancha tasdiq berdi bizga bozor? Juda ham ko'p tasdiq berdi. Mana ko'rishingiz mumkin, juda ham. Mayli bunisidan ulgurmadingiz deylik, mana bunisidan qo'rqdingiz deylik. Keyin yana bitta FVG berdi, selda kirib olishingiz uchun bitta imkoniyat bo'ldi. Mana FVG dan 50% dan chiroyli narx atkat bergan. Mayli undan ham kira olmadim desiz, yana bitta FVG dan mana test berib ketyapti bozor ko'ramiz. Mana yana bitta FVG dan test beryapti. Mayli undan ham ulgurmadingiz desiz, mana bu yerdan shunday investment yechilyapti. Mana investment shunday yechildi va tepadagi shunday order block o'zidan mana qora shambosi bo'ladi, order block turib mana ko'ramiz. Order block o'zidan shunday selga qarab tushib qolyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. PDH va PDL. Endi как PDH bilan PDL ni maslaga hozir как logikasini va psixologiyasini o'z tushuntiraman. Ya'ni hozir bizda mana bu holat bo'lsa, mana bu PDH mana o'z oldingi kunning maksimumi. Mana o'z oldingi kunning maksimumi. Lekin qaranglar, ko'pchilik hozir so'raydi, hozir PDH, PDL ni ajratadigan indikatorlar chiqib ketgan. Mana ko'rishingiz mumkin, qaranglar. Bilmaganlar uchun dark trader indikatorni sizlarga qo'yganman, qaranglar. Bilmaganlar uchun mana dark trader indikator, to'g'rimi? Mana PDH, PDL ni ko'rsatadi. Mana ko'rasizlar, mana PDL ni ko'rsatib turibdi, mana PDL tayyor ko'rsatib turibdi, indikator shunday o'zi ko'rsatyapti. Mana PDH, mana ko'rasizlar, PDH indikator o'zi qiynalib topib ham o'tirmaysizlar. Xullas, bu indikatorni Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telegram kanalida videoning opsiyasida ko'rib qo'shilib olishingiz mumkin. Endi PDH va PDL ni psixologiyasiga o'tadigan bo'lsak, ya'ni mana PDH ya'ni o'zidan oldingi kunning maksimumi va o'zidan oldingi kunning minimumi ko'rishimiz mumkin. Endi PDL degani mana sizlarga shuni pastga tushirib ko'rsatib beraman. PDL degani pastga tushib ketsa, mabodo mana pastga tushib ketsa, bo'ldi, mana bundan full bayt qilish kerak degani emas. PDL va PDH 100% ishlab beradigan bir strategiya yoki bir zonalar emas. 100% bozorda ishlab beradigan hech narsa yo'q. 100% yeydigan treyderlardan qochinglar. 100% mana shunaqa bo'ladi. 100% bozor mana bunaqa yuraveradi degan treyderlar ko'pincha gapiga javob bera olmay qoladi, to'g'risi. 100% hech narsa bilib bo'lmaydi. Netosh tradingda, hayotingizda ham 100% degan paytingizda shunda 1 sekund ichida hayot bilan xayrlashib qolishingiz mumkin. Hech narsa 100% deb garantiya berib bo'lmaydi. Bilmadim, nimaga qarab odamlar 100% mana shu zonadan yurib beradi deydi. O'shanga hayron qolaman. Xullas, bo'ladi vaziyatlar PDL yechib, keyin tasdiq olib, mana bu MSS berib, tasdiq olib FVG dan mana bu reaksiya berib ketadi. Bo'ladi vaziyatlar shunaqalari ham. Lekin PDL yechgandan keyin indamasdan yana atkat berib, yana tushib ketishi bu tabiiy holat. Tushunarli? Ya'ni bunaqa ketib qolish ehtimoli ham bor. Juda ham ko'p buni ham ehtimoli, tepaga qarab ketishi ham juda ham ehtimoli ko'p. Biz buni qanaqa holatda ishlatishimiz kerak va nima uchun kerak bo'ladi? Mana, endi bu narsani sizlarga tushuntiraman. Qaranglar. Qarang. Misol uchun mana shunda sizning bayzoningiz bor. Mana. O'rtoqlar, juda ham asabim buzildi. Sababi men yana bundan keyin 15 minut gapirib sizlarga o'rgatganman, lekin notebook shu paytda nimagadir, qanaqadir sabablarga asoslangan holda shu paytda zapis o'chirib qo'ygan. Vashi asabim buzildi, to'g'risi.
hozir endi montaj qilaman desam, hamma narsa o'chib ketibdi o'zi ham. Hozir endi yana boshqatdan sizlarga hozir tushuntirib o'raman. Xullas, yana o'sha vaziyatga qaytamiz. Ya'ni PDH va PDL bizda biz iloji boricha qanaqa zonada ishlatishimiz kerak desanglar, shuni ko'rib chiqamiz buni. Mana bu bizada mana bu bizada PDH zona, ya'ni o'zlonlik kunni maksimumi. Buni yana yozib olamiz va PDL. Mana PDL. Endi yana sizlarga boya aytgan javob, ya'ni qanaqa bu vaziyatda foydalanishimiz kerak bo'ladi. Deylik, mana shu zonada bizda bay zonamiz bor. Ya'ni mana shu nuqtada misol uchun bay zonamiz bo'lishi mumkin. Bu zonada nima bo'lishi mumkin? IFVG, BPR, FVG, order block, OT umuman farqi yo'q. Ma'lum bir zona, poy zona. Misol uchun yozib qo'yamiz, poy zona bor. Va narx agar mabodo sizni mana shu kelib, narx mabodo kelib, mana shu sizni zonangizga keladigan bo'lsa, mana tasavvur qiling, narx keldi, siz zonangizga keldida PDL yechdi va siz zonangizga 50% reaksiya oldi. Bu birinchi anaqa ko'rinishimiz, qaranglar. Bayga birinchi sabab bu PDL yechilgani, ikkinchi sabab bu poy zonadan reaksiya olayotgani. Ko'ramiz. Ya'ni ikkita sabab bor bizda va uchinchisi, agar trend bay bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham zo'r degani, ya'ni bu уже 3-mi 4-chi sabab bo'lib ketadi, to'g'risi. Xo'p, qanaqa движение kutishimiz mumkin bundan keyin? Mana ko'ramiz, PDH bizda aktiv va bozor bitta reaksiya bergandan keyin agar mabodo qaytib tushsa, mana bu bizga maksimum bo'ladi, zakrep maksimum. Kelib agar mana shu maksimumni tanasi bilan buzib beradigan bo'lsa, bizga qaytishidan zelka o'tsa bo'ladi, bayga qarab ma'lum bir FVga yokida order blokdan ushlasak bo'ladi. Bizning maksimal take profitimiz qayerda bo'ladi? PDH da. Lekin men maslahat bergan bo'lar edimki, agar mana shunaqa holatga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsangiz, iloji boricha mana shunaqa kompressiya bo'lgan joyiga qo'ygan yaxshi. Bizning take profitimizni nimaga? Hozir sababini sizlarga tushuntiraman. Qaranglar, bu yerda mana impuls bor, to'g'rimi? Impuls va bozor korreksiya, kompressiya berib, likvidность yasab, keyin tushib ketgan, to'g'rimi? O'sha likvidностьlar yetishga deyarli 99% ehtimol bilan mana shu joygacha borib beradi. Lekin PDH gacha 90 nechidir foiz emas. Nimaga? Chunki mana bu pastda likvidность yechib yana tashlab olish ham mumkin-da. Lekin nima bo'lgan holatda ham primerni mana shu zonalarga borib berish kerak. Ya'ni bu nima bo'ladi? Bizning birinchi take profitimiz bo'ladi. Ya'ni bir lot ochgan bo'lsanglar, o'shani boya aytganimdek 0.5% ni 0.5 lotini mana bu yerga yopasizlar, qolgan 0.5 ni bezubitga qilib stop lossni 0 ga ko'chirib, take profit PDH ga ko'chirib qo'ysanglar bo'ladi. Tushunarli? Xuddi shu narsa teskarisiga ham ishlab beradi. Ya'ni misol uchun xuddi shunaqa narsa tepada agar zona bo'ladigan bo'lsa ham, xuddi shunaqa narsa tepada zona bo'ladigan bo'lsa ham, xo'p, hozir buni shuni o'chirib olaman. PDH yechildi, siz zonangizdan misol uchun 50% reaksiya olib ketyapti va mana bu minimum buzilgandan keyin mana bizda tasdiqlanadi, sellda обратно qaytadi, kutib turasiz, yana reaksiya bersa, yana mana yana zakreplение beradigan bo'lsa, biz mana bu yerdan qaysidir FVga yoki BPR, IFVga ishlasak bo'ladi. Qaytga qarab, PDL gacha qarab. Nimaga? Chunki tepada bizning zonamiz, ya'ni hamma likvidность yechildi. Bu birinchi sabab, ikkinchisi PDH yechildi, uchinchisi bizning zonamizga keldi, 50% ga o'sha yerda reaksiya olib ketdi. To'rtinchisi sellda anaqa tasdiq berdi va biz qo'rqmasdan mana shu joydan sellga qarab zelka ochib bo'ladi. Qatgacha PDL gacha. Agar mana bu likvidностьlar yechilib ketgan bo'lsa, toza bo'lsa, mana bu zonalar bemalol qo'rqmasdan PDL gacha ushlab ketsanglar bo'ladi. Tushunarli? Xuddi shunaqa tarzda foydalansak bo'ladi. Xo'p. Keyin qaranglar, yana men 3 ta indikator ishlataman. O'zi вообще-то indikator odamni chalg'itadi. Mana real bozorda ko'radigan bo'lsak, bu bizga yaxshiroq, lekin
вот aynan kerakli nuqtalarni mana imbalance detector, dark trader indikator va fraktal liquidity ko'rsatadigan bu 3 ta indikator ishlataman. Shu 3 ta indikatorning silkalarni bularni izlasanglar chiqmaydi. Mana buni izlasanglar chiqmaydi va to'g'risini topish qiyin. O'shaning uchun bularni silkalarini, nastroykalarni hammasini Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Endi mana ko'rishingiz mumkin, qaranglar. Mana hozir bizda yangi PDH va PDL hosil bo'ldi. Mana PDH, endi mana PDL. Endi mabodo, misol uchun ideyada, mabodo agar narx kelib PDL oladigan bo'lsa, mana bitta pastda bizda buy zona bo'ladigan bo'lsa, o'sha buy zonadan mana MSS kutib, MSS hosil bo'lgandan keyin PDH gacha qarab ishlayversak bo'ladi. Misol uchun, target sifatida o'rgataman PDH, PDL. Endi xullas hayron bo'lmaysizlar, kimdir PDH va PDL larni ishlatadigan bo'lsa, har kuni PDH, PDL lar yangilanadi. Tillarda ham hozir yangi PDH bor, svejisi. Hani masla deyishadi. Masla PDH bor. Xo'p, USDGPI ni ham ikkalasidan olingan yo'q hozircha. Kutish kerak. Ertaga, допустим, misol uchun qo'yib aytaman, ertaga yevroda PDH mana olinadigan bo'lsa, hamdagi FVG dan bemalol bossa bo'ladi. Tasdiq olib faqat mana hamdagi FVG dan selga qarab bossak bo'ladi. Ko'rasizlar? Mana buni shunday yoqsizlar indikator ham ko'rsatib beradi. Xullas, bu zo'r yordam beradigan indikator. Bu hech qanaqa indikator sizlarga buy zonada signal berib unaqa o'tirmaydi. Просто tipa sizlarga yanada bozorni yaxshiroq ko'rishga yordam beradi. Lekin faqat ham anaqaga yopishib qolish kerak emas indikatorga. Bu просто sizlarga analiz qilishga qiynalotganlarga bu kichkina bir yordam sifatida bo'ladi. Xullas, mana hamma faoliyatim, hamma zilkalarim, obzorlari, xullas hammasi menda Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanalda hammani kutib qolamiz. Telegram kanal silkasi описаниеda bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun hammaga rahmat. Charchamanglar. Savollar bo'lsa, kommentariyada bemalol. Hammaga rahmat.